Talas daryosi bo'yidagi ruhdan ilhom elish kerakki, hargizmi Manas daryosi bo'yidagidan emas. Ular Xitoylarni Sharq Turkistondan boshlab qo'g'lab, Sabdikinning ichiga tiqvatgan edi. Assalamu alaykum. Dünyanın hər qaysı joylaridagi aziz qarindoshlar. Hammanglarning mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Talas Story ekraniga xush keldinglar. Men bugungi programmaning ham riyosatchisi, ham analizchisi Dilyar Musabay. Aldı bilan mendan hammanglarga o'tliq salom qarindoshlar. Bugün programmani biraz oldin uqtirilgan vaqtdan 1 soat 10 minut burun başlaşqa mecbur qaldık və başladık. Şunun üçün vaxtıda əgər də xatalıq olub yoki vaxtı doğru gəlməy planınlağı orlaşdığın vaxtınlağı doğru gəlməyən bolsa mən özür sorayım qarindoshlar. Bugün biraz baldur başlaş kerak bo'lib qoldi. Şuna hazır başladıq. Mening avazım chiqyapti deb o'ylayman. Men bir texnikal masalalarning chiqmasligi uchun bir aldıda bir tekşürüp ettik. Meni vatqan o'xshaydi. Undaq bo'lsa qarindoshlarım, bugün nimada ko'rib turganladik, ostida ko'rganladik va uqtirishda yozilgandek, bugungi programmamizning yoki bugungi analizimizning mavzusi Dünya Uyg'ur qurultiyiga kirganlik, Jungo Kompartiyasiga kirganlikdir. Elbette bu mening gapim emas. Yani men Dünya Uyg'ur qurultiyi deb gap qilmayman, yani onu bilasizlar. Bu gapni deguvchi Dünya Uyg'ur qurultiyiga kirganlik, Jungo Kommunist Partiyasiga kirganlikdir deguvchi bugun Shvetsiyada turmada. Bugun qo'llanilgan Munofiqlar qurultiyining bayonotchisi Dilshod Rishitning gapi. Şunun için bir tarixi not qaldırış üçün, yani ötken 24-25 yıllık Qo'shtin Rahmanchilik Uyg'ur davası deb atalgan jon beqish ve xainlik davasının özeti bu, xulosasi bu. Mushu bir cümle gap bilan Dilshod Rishitning burun to'g'liqqa degan gapi bu. Mushu gap bilan ötken 25 yılni mahiyetini tushangili bo'ldi. Şunun için bugün biraz analiz ve biraz bulup ötken işlerini biraz eslep çıkıyoruz. Aldı bilen bundan burun bu temalarda uçuk sözlep gelivatkan meydanın aldığı qarindoshlarga bunu yetkizishga, tushuntirishga tirishib gelivatkan kishilarning eng beshida keldigan shaxs menimdi. Şunun için ikki nuqtani ben bir aydınlashtirish bilan bu narsani boshlamoqchiman. Birincisi, esinlarda bo'lsa bundan 2-3 yıl burunqi bir videoda Pidaylar ekranındaki bir söhbətdə şunda degandim. Dünya Uyg'ur qurultiyidagilar ishchilardagi axloqsizlik va xainlik bilan ishchilar liqqida mitchida poqqa to'shqin. Ya o'zinglarni isloh qilasizlar, o'zinglarni o'zgartirsizlar, yo bo'lmasa ishchilardan sesib tugaysizlar degan edim. Bugün elbette bular ıslah qilmaydi o'zini. Bugün bular sesib tugaydigan yerga keldi. Yani oxirgi bosqichga kirdik, yani Munofiqlar qurultiyining cho'kish bosqichiga kirdik rasmiy. Ondan keyin Munofiqlar qurultiyi desam, buni menga xapolab qo'yatdi yoki ta'niq qilib qilyapti, haqorat qilib qilyapti deydi. Saddiraq dey hozircha, saddiraq odamlarga men buni ta'ni qilib davatmayman. Men buni haqorat qilib davatmayman. Bu bir kuzatishning natijasi. Bu 20 yillik kuzatishning natijasida men ularning mohiyatini deb biryapman. Yani bu tashkilot bir munofiqlar yolg'on bir tashkilot. Shuning uchun munofiqlar qurultiyi degan gapni qilganda, islomiyatda bir munofiq emas odamni munofiq desa, uning jazosi bor. Ben şunu bilip, şunu közge ilip, ben bunu munofiq devatgan bo'lsam, demek
20 yıllık vakit bika kepmedi, bika quruq köz etmedi. Şunu davatım. Yani Munofiqlar Qurultayı bularning mahiyeti amaliyotda. Şuna Dilshod Rashidning tutulushidan burunqi bir qadam bir chronological tartibi bilan bo'lgan ishlarga bir qarab chiqaylik, andikin Dilshod Rashidga kelaylik. Birincisi 2009'larda başlay, onun aldığı kesek işçik. Hele Ablikin Baqilarning Xitoy Gomindachilik avtonomiya Xitoylarga bizlar bilan hamkorlashimiz o bu deb imzo qo'yib bergan 90-yillarga ketishimdan g'ashti yo'q. Chunki uni rekordga qoldirib bo'ldim, ya'ni tarixga o hadislarning qanday bo'lgani to'g'riliq so'zlab isbotlari bilan burungi programmalarda chiqarib bo'ldim. Hozir 2009-yil Urumchi qirg'inchiligi bo'lgandan keyingi davrda qanday bo'ldi, nima ishlar oldi bir eslab o'taylik. Birincisi indigenous people qilindi Uyg'ur millati. Mustaqillik talab qilmaydigan bo'ldi. Anadan keyin 2011-yilda avtonomiya yig'inlari ichildi. Bularning hammasidan isbotlari bilan o'tganki necha yildagi fidoyilar ekrandagi programmalarda hammasini ko'rsatdik. Ondan keyin bu Munofiqlar Qurultayining taftishining Baxtiyor Nasirning Gollandiyadagi Albonga berib kelganlik aeroplan bileti chiqdi. Ya men Koreyaga borgandim, Albonga da kirib chiqdim deb yag'andim bilet elib qildim deb biznilarni deb Koreyaning aydirumidan qaytib keldim deb hikoyalarni aytib yurdi. Va uningga mening qandaq inkas qaytog'unim rekordladi bor shu vaqtda men degandim. Ondan keyin bularning Munofiqlar Qurultayining oliy maslahatchisi bo'lmuş Tangsing, Erkin Tangsing bayroq ko'tarmayli, mustaqillik demayli deb maydonga chiqdi. 2017-yildan keyin. Andaki bizden bununla fikir çıkıyordu. Şu Munofiqlar Qurultayining resmi bir yig'inida cümle gepi mavi. Xitoy mu, yani Xitoy Kompartiyasi mi, media bilan armiyaning kontrolini hech kimga bermaydi. Shuning uchun chet eldagi Uyg'urlarning fikr erkinligini to'xtatib, Dünya Uyghur Qurultayi nim desa shuni xohlaydigan yerga akilishimiz kerak degan gapni qo'rqmay dedi yig'inda. O vaqtda men kasımızda qaytdi. Ondan keyin nima bo'ldi? Yani chronological mangayli. Buning qonuniy maslahatchisi Nuri Turkal bilan buning Shapaq raisi Dolqun Aysaning shapaqchiligi oshkorlandi. Ondan keyin yetmedi tahi. Buning ijroiya komitetining a'zosi Erkin Tangsingning cho'ng shogirdi Norvegiyadagi Samet abla Ähli iqtidari yetilmegen, miyip, aciz ballardan üçüge, çoğun adamdan birsiga, cemi 4 adamga cinsi basqınçılık qilish cinayeti bilan 15 yıl kesildi Norvegiyada. Ondan keyin nima bo'ldi? Ondan keyin buning Amerikadagi cho'moqchi tashkiloti, atalmış Uyg'ur Amerika jamiyatining maslahatchisidan birsi vatan ketganligi oshkorlandi. Bu chiqqandan keyin voy bu vatan ketdi desa, buning sobiq raisi bo'lmuş Xitoy Shoufu chiqib, jinini olqiniga ap qo'yib, material to'pliqli ketdi deb bu bunday inkas qaytdi. U bo'lib 2 kun bo'lmay turib, bularning bayonotchisi Dilshod Rashid jasuslik qilgan jinoyat bilan ayblanib Shvetsiyada qo'lga olindi. Onun so'ti ham demiş 5-oydan boshlab mang'ida ham aldimiz. Ya'ni yuqorida bo'lgan ishlar, yuqorqi ishlar 2009dan bu yoqqa nihoyatda fast forward, ya'ni tez atlab mang'dim. Va Avstraliyadagi cho'moqchi tashkilotlarining vatandan xotin kelganliklari, buning vatanga berib kelganliklari ularga kirsam tugamaydi bu programma. Shuning uchun kesib oldim. Endi Dilshod Rashidni mening burun Tuğluq Hamidning derdi nima degan bir video var YouTube'da izlasanglar, burun ben so'zlagan mushu ish to'g'riliq. Tuğluq Hamid Shvetsiyadagi Tuğluq qarinishimiz o'tgan 4-5 yildan yog'i mana mushuni so'zlab kelyapti. Men Tuğluqning Dilshod Rashid bilan qanday aloqalashganligi va qanday bir yilmi, 1,5 yil yaqin vaqt ichida uning yenida tug'anligi va shu jarayonda ovozlari og'anligi,
qatarlıqlarını aldığındaki videoda sözləb buldum. Toğluq Hamidning dərdi nima degan videoda. Və mən bəzi avazlarını anlıq-anlığımla dedim, Toğluq mənə əvətkəndə. Əndi Toğluqның qolida nimalar var? Yəni davamlıq nimalar var? Bunun cıq adamlar qiziqdi ya. Birincisi bu nimalar var deyishdan burun Toğluq kim onu bir dəvətdi. Mən hazırgacha Clubhouse'da bu yoshlar bilan so'zlashganda yoki ayrim yig'inlarda yoshlar bilan so'zlashganda To'g'liq to'g'ri birli gapni qilib keldim. Bu bola og'zini buzdikan-ku, tillaydikan-ku deganda men birli gapni qildim. To'g'liq o'zining ota-onasidan voz kechib bu vatanni satmagan bir milliy qahramon. Uni keyin bilisizlar bo'lgan. Qandaq narsalarga bosh egmay turayotganini. Agarda To'g'liq keyingi desigan bo'lsa, ota-onasini qo'yib beradi. Dilshod Rishdotda To'g'liqning hadisini lagerdan chiqib bergan. Oxirsida burungi video dedim-ku, Taylandga kelib, nima bilan hadisi bilan ko'rishib, Xitoyning odamlari hadisini kelib, To'g'liq Shvetsiyadan kelib ko'rishadigan bo'lgan vaqtida aeroplan biletini olib bo'lgandan keyin To'g'liq men bu yo'lga kirsam ham Xitoyning josusi kutib qolaman deb ovoz qilib hamma narsa bilan o'zining yo'liga ketgan va Dilshod Rishdotni o'ngda qo'ygan bola. Endi Dilshod Rishdot kim? Dilshod Rishdot qarindoshlar. Bu Xitoylarning shu g'arb davlatlaridagi tashkilotlarning hamma davlatlarga qo'ygan va burun istixborot to'g'risidagi bir programmani men tushuntirib o'tgan, bunda handler deydigan shu bo'ldi. Ashadagi shu cho'moqchilarni, ushak-tushaklarni boshqaradigan har bir Xitoyga bizdan adam bo'ldi. Dilshod Rishdot shu Xitoyning Yevropadagi adami edi. Yevropadagi hammasi shunga bosh egdi. Bundaq adamdan Amerikada birsi var, Türkiye'de birsi var, Avustraliya ve Yaponiyaga qarashli yana birsi var. Bularning kimligini bilamiz. Endi bu Dilshod Rishdotning shu ish chiqqanda To'g'liq tildigan vaqtida uni Nijat Turg'un, Shvetsiyadagi Nijat Turg'un Dolqin Aysaga telefon qildi. Dilshod Rishdot to'g'riliq manda ish yo'pti desa, Dolqin Aysaning qaytoga inkosi shu. To'g'liq degan bola Dilshod Rishdotni tillab yaxshi qilyotdi. To'g'liq tillagandan yog'i Dilshod menga burunqidek buyruq vermaydigan bo'ldi degan. Cho'ng ishechim bor, Nijat Turg'un o ovozni ilib oldi cho'ng. Shuning uchun hozir bundaq yiltizimida kirib ketgan bir ko'ktatning Yevropadagi nimasi cho'g'ilib chiqadi. Agar Shvetsiya hukumati buni rastiga tushib, bu ishni izlasa, cho'g'ilib chiqadi. Nurg'un narsa chiqadi. To'g'liqning ilib olgan ovozlaridan mening shaxsan anglag'animda Amerikadagi bizning tishi dinozavrdan tutung. Ilqi ochni tutib ketgan cho'kandan tutung. Kanadadagi Tuyg'un Abduvalidan tutung. Avustraliyadagi hozir demay turay. Bu Dilshod Rishdotga yolurib, mening tuqqunimdan chiqib bergan lavda degan odamlar qabul qilinmaysizlar qarindoshlar. Xalq ko'tarmaydi. Hatto Amerikadagi advokat va lavda deganda birsi. Uning keyindan bu Dilshod Rishdotning ishi to'liq uni chiqarganki men ekranda dedim. Dolqin esa Yaponiyaga bordi. Shu vaqtida men bir video yechib dedim. Bu Yaponiyaga nimish qilib buni so'rab borsa, ya sen buni so'rab bordingmi? U seni so'qildi tutib bordi bu so'rab. Qaysing bu da'voning beshi? deb. Ya'ni nurg'un odamlar undan qo'rqdi. O nurg'un sizlar ko'rgan voy anda da'vogar, manda da'vogar degan odamlarning uning oldida qanday kuchlanib ketganliklarining ovozlari bor to'liqda. Shuning uchun endi To'g'liqning qo'lida yana nimalar bor, qanday narsalar bor, hatto balki menga anglatmagan narsalar bo'lishi mumkin, menga ko'rsatmagan, o'zi to'g'ri ko'rgani bo'yicha. Endi Shvetsiyaning medialarida endi To'g'liqningki qo'ldagi narsalar shvetscha chiqishga boshlaydi. Bu da'vo bilan teng parallel mavzu. Anadan keyin yana ba'zi bir narsalar bor To'g'liqning qilayotgan. U balkim kelar yilga ulgurishi mumkin. U chiqqanda bu munofiqlar qurultiyi tugaydi biroqlar. Meni dedi deb hozir xotirlab qo'yinglar. Biroqlar tugaydi. Kelar yilga shu narsa chiqqan vaqtida.
Endi Tuğluqning özünün ata-anasından vaz keçip, hatta bunun bu O'rta Asiyalik bazı adamlarga pul verip Tuğluqning aldını tosap, onunğa muş etip pichaq chiqargan ishlar bo'ldi. Tuğluq yenik zahmi bilan qutulgan ishlar bo'ldi. Yani Tuğluq Hamid bir milliy qahramonimiz. Uni keyin bu millatning tarixchilari keyin yozadi. Endi bu ayrı mesele. Endi bundan keyin oldimizda chiqadigan narsalar Tuğluqning qo'lida nimalar bor? Şivit medialari hozir Tuğluq bilan aloqa qilyotgan taxminan 2-3 yil bo'ldi. Shvetsiyaning saqchi doirlarida bir qancha qitim intervyu qildi Tuğluqni o'tganki yillarda. Shuning uchun ham oldimizda yani Shvetsiyani bilmasakmi inglizcha tarjima qilib jiq narsalardan xabardor bo'lganimizga ishonaman. Endi burun yana bir narsani ko'rsatgandim qarindoshlar. Xitoyning 7 numurluq maxfiy hujjati degan bir narsani ko'rsatgandim bir programmada ekranda. U yerda shunday bir jumlaning ostini chizib ko'rsatgandim. Chet eldagi Sharq Turkiston bo'lgunchilari bilan hamkorlik o'rnatib, ularni ichidan parchalab, Sharq Turkistonliklarning mustaqilligini talab qilmaydigan odatdagi tashkilotlarni barpo qilib, Sharq Turkiston masalasining xalqaralashishinin oldini olamiz degan planini ko'rsatgan. Va buni g'albilik qildi. Shu vaqtda so'rgandim riyosatchi Ahmadjon Piday Begdan. G'albi qilibdimi bular desam qilibdi degandi. Endi hozirgi maqsad nima? Xitoyning bu munofiqlarning hozirgi maqsadi nima? Hozirgi maqsadi shu. Oldimizdagi oxirgi fursatga Sharq Turkistonliklarni tayyorliksiz apirish. Neda tayini yo'q. Neda hech qanday foydasi yo'q. Bilmem nima Uyg'ur soti, Argentinada sot, BDT'ning oldida namoyish, yana biz yerda 10 tillik foydasi yo'q ishlar bilan bizning energiyamizni isrof qilib, oxirgi kunga, oxirgi raqobatga tayyorlik qilg'izmay vaqtni isrof qilish bularning oxirgi vazifasi. Va men yezib qo'ysam ba'zi qarindoshlar chaqchaqatga o'xshaydi deb kulibdi. Qarindoshlar oldimizdagi 5 yildan 10 yilgacha bu munofiqlar qurultayidagi va atalmış Uyg'ur davosining rahbarlari, yo'g'allari Beijingga qaytishga boshlaydi. Hammamiz birlik ko'ramiz, o'lash-jo'lash. Chunki G'arb bilan Xitoyning munosabatlarining jiriklashishi bilan endi bundan keyin G'arb Xitoyning, Xitoy G'arbning o'zining ichidagi davlatning ichidagi jasuslarini tozalab etadigan bir davr keldi. Ikki davlat bir-birisi bilan issiq to'qinish bo'lishning orqasida tez-tezlam shu ichidagi bildigan jasuslarni bir kechada yo bir haftada bir aqli tozalab etadi. Shuning uchun oldimizda bu shu banada bu bizning ichimizni cho'ng shaklda tozalanadi. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining hozirgacha buni burunma dedim, boshqa davlatlarga ko'rishganda bizning talab qilgan birinchi narsamiz shu. Ichimizda tozalanadi. Talab qilamiz. Uning davri boshlanish oldida. Oldimizda cho'ng tozalashlarni bo'ladi inshaalloh. Endi abay deganimdek Amerikada, Türkiye'de, Avrupa'da, Yaponiya ve Avustralya'da Dilshod Rishitga o'xshash odamlar bor. Uning kimliklarini biz bilamiz. Ularga navbat keladi. Ularning ilk eng oldiga chiqqan va hammadan bildigan odamlar emas qarindoshlar. Dilshod Rishitga o'xshash xalqning yerini taniydigan, yerini tanimaydigan, da'voning oldida emas, keyinda emas, o'tirida ashunda turgan odamlar. Shuning uchun inshaalloh cho'ng tozalashlar oldimizda bo'ladi va magipimni yezib qo'yinglar. Oldimizdagi 5 yil ya 10 yilda bu munofiqlar qaytishga boshlaydi Beijingga. Endi qarindoshlarim bir narsa ko'rsataysizlarga. Bu Dilshod Rishitning munofiqlar qurultayining to'rbetidagi rasmi hozir topdim. 5 minutning oldidami, 10 minutning oldida. Texich turudi bizning Xitoycha bayonotchimizda. Bu munofiqlar qurultayining bergan bayonoti. Ya'ni bu
hain çıqqan edi, bu bunda tekshirish yo'li bo'pti, biz buni ayirdik, o'zimizdan etet-petet degan quruq gap. Shapaq rais, Nijat Turg'unga degan ovozingiz aytgan sotqi chiqib qolsa ko'rasiz. Hozir bildingiz bu ishni burundan bilamdingiz, yo shuning buyruq bilan ish qilamdingiz, ish chiqdi. Mening ishim nimaga yetishadi qarindoshlarim bilamsizlar? Mening ishim shuningga yetishadi. Ya'ni bularning bu xayrligi, munofiqligi, o bu narsalarni biz yillar burun bildik-da. Anadaki ameli ish qilyapmiz, ameli ish qilmadi, otet petet. Mesela ben eski bey. Mana bu qarindoshlarım. 2009 yılı 8 ayının 12 günü, yani Ürümçi qirg'inchiligi bo'lib, bir ay bir haftadan keyin Avstraliyaning yuqori parlamentiga, senatiga kirgan bir harakat loyihasi. İkincisi 512'de shundoq deydiki, Avstraliya Yeşillar Partiyasining rahbari beshi senator Bob Brown to move degan shu senatga talash tortishga qo'yaman degan gap. Avstraliya senati, ya'ni yuqori parlamenti Avstraliya hukumatini Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi to'g'risida Xitoy bilan dialogni boshlashga chaqiramiz deydi. Yani bu nima degan gap? Avstraliyada 3-chi cho'ng partiyaning beshi Avstraliyaning yuqori parlamentida, senatida Avstraliya hukumati Xitoy bilan dialog qilib, ya'ni dialogda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini so'zlashishga boshlash kerak degan harakat loyihasi Avstraliya yuqori parlamentiga kirganiga 16 yil bo'ldi. 16 yil. Avstraliyadagi tashkilotlarning hech qaysining xabari yo'q bu ishdan. Avstraliyaga cho'moqchi bu munofiqlar qurultayining cho'moqchilarining xabari yo'q. Yoki boshqa tashkilotlarning xabari yo'q. Bizning otish bansichoning beshidagilar vaqtida Avstraliyada bo'lsa-mu chapan bilan somka ko'tarish yo'li aldirashdi, munofiqlar qurultayining ularning xabari yo'q. Yani bu narsani akirganimizga 16 yil bo'ldi. Endi biz buni akirgan vaqtimizda biz bir millat, undan keyin o'z taqdirini o'zi belgilash, yani Sharqiy Turkiston degan so'z tilga ilindi. Sharqiy Turkistondagi Uyg'urlarning o'z taqdirini o'zi belgilash degan narsa mustaqillik mavzuiga, tashqi mustaqillik, tashqi o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi. Biz buni akirgan vaqtimizda bu munofiqlar qurultayining bizni indigenous people qilib qo'ygandan xabarimiz yo'qdi. Ya'ni biz Avstraliyada bir qancha odam parlamentga bunday narsalardan kirish uchun kuchab yuribdik. Amaliyotda Amerikada va Yevropada bu millat setilib o'tibdi ekan xayrlik bilan. 16 yildan oldida Sharqiy Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini Xitoyning oldida ichishinglar kerak degan narsa parlamentlarga kirgan yerdan bugun Uyg'urlarning mecburi emgak huquqini, mecburi emgakka silish qonunini o'tkazdigan yerga qancha baldaq kaynimizga tushganligimizni his qila olamsizlar. Yani amaliy ish qilib o'tibdi bular, amaliy ish. Amaliy ish nima? Namoyish qilish. Beijingning oldida yig'in etish, nima? Janvaning oldida yig'in etish. Janvaning oldida namoyish qilish, Indigenous People'lar forumsida kirish, ashada Indigenous People'lar forumsida Uyg'urlar indigenous deb o'tirish. Mushmamli ish. Volkswagen degan narsani ilaqib bilyard o'ynaydi ya, bord o'ynaydi. Bord tilga oxirsida 8 qora toshni, qora toshni ayaga bunda tushirma deb qo'yib urib tushirsiz-ku. Biz Volkswagen'da shu qora toshga o'xshash ayadan bunda qilib ayaga tushirma deb deganimiz bo'yicha tugatdik ishni.
Bununla Kanada'daki gibi işçi zehir çırağına çıketken bir boğay varken özü bu qağaşqa iyi bolup aldı. Ya bu kadar çıdımaz mısılar? Bu kadar zehir mısılar? Ha? Ve münafıklar tamam. Bunlar hem münafık hem şapak. Ama sıla hem zehir hem kapak çıkıvatısılar. Yamanlıqqa qutuldak bek ottağa ayranlardı qımırlıp ketipsizler. Siligim o ve aldığımızda qıp qoyaylı. Gapinmayma millet ümitsizlenmesin dese sizler sen bek əklep ketdinlar. Onun kendinden o olkusu yani tuncu qitim bir boykot hareketi bilen qandaq natija aqıl bolduğanlığını, onun perdinin kendi diplomatiyasının qandaq mangallığı ve hatta Roşan Abbas'ın onu buzmakçı olganlığını Amanullah qerenişimiz bilen çıkıp düşendirdik. Hatta e-maillar var olkusu var bunda yazışkan ama onu bizning yazışqa e-maillarni ko'zitib yurish u axloqiy bo'lmaydi hamda Volkswagen nuqtasidan. Onun kendinden Indigenous People'la qurultayıga Indigenous People'la forumsidan 10 ming imzoni topladık, ertesi gün çıktı. Yani bu milletning Sharq Turkistondagi Uyg'ur milletining xalqaro sahnedagi o'rnini biz o'zgartdik. Yani Sharq Turkiston yoshlar qurultayı ve onun bilan hamkorlashgan barliq tashkilotlar ve imza toplagan barliq xalq. Ya amaliy ish qanday bo'ladi bilamsizlar? Amaliy ish bir narsani qilib, uning natijasini ilish. Ekranni ichilib 20 yil, 30 yil o'zi tushunmagan temada sarangdak so'zlay berish emas. Hech qanday natija chiqmaydi uning. Ekranda xalqqa tushuntirish bilan birga uni qanday hal qilamiz bu masalani, masalan, Indigenous People qilgan bo'lsa, bu qanday chiqaramiz bu yerdan. Bu masala. Yana birisi Kanadadagi ishchi zahar boy. Dilshad Reşit meselesi çıktı ya. Dilshad Reşit'in bilen qattiq qo'yiq aloqa ovozlari uchib qolgan sizning ba'zining ichida odam bormi? Yo'q deb o'ylab qolmanglar. Ya'ni Indigenous People bo'lishda sizlarning qo'lingizda bormi yo'q? Hozir sizlarning ba'zining ichidagi odamlarning qo'li bormi yo'q? O yerga kelamiz keyin. Faqat bir narsani bilinglar. Şarkı Türkistan deyiş gerek. Uygur desek bu bir milletning, bir xalqning meselesi olib qoladi. Tuproq meselesi uchun Şarkı Türkistan deyishimiz kerak desam bir jiqinda. Enidi bizga barliq Şarkı Türkistan deb ism qo'ygan tashkilotlarning ismini Uyg'urga o'zgartinglar. Bo'lmasa sizlarni qo'llamaymiz deb pulimizni to'xtatganligini dedi. Şunun için İNİD'nin pulundan ayrılsak biz hareket kılamayız. Şunu Şarkı Türkistan degan isimlarni işletmeyimiz degan adam bir yığında, resmi yığında degan adam bugün beşiğe atışının doppısını kiyip sizning ba'zi çok kirib bizning aldımızdan mustaqilchi kesildi. Ma milletning oldida ümitsizlenip ketmesin ma millet degashga tishimizni tishlab közümüzni kömeydigan narsani kömez kisip durup xalqimizga bir ümit berayli. Ma munofiqlar bilan Turkiyaliklarning mushunda sesiydigini aniqdi. Mushu sesigacha bir qurilma chiqarib olayli deb kuchudi va u narsa bo'lmadi. Bir savol so'ray. 20 tashkilot bir yerga keladi. Uning bir tashkilot emas, Sharq Turkiston yoshlar qurultayı uning a'zo 5 tashkilot emas. 20 tashkilotning 16 tashkiloti nima ish chiqdi? Nima ish chiqdi? 16 tashkilot. Avustraliya Sharq Turkiston jamiyati. Fransiya Uyg'ur jamiyati. Ular nima ish chiqdi? Sharq Turkiston yoshlar qurultayı bilan nima organik aloqasi bor? Ya'ni bizning ishchi zahar bo'y ishni qanda buzg'uningdan xijilolab o'tda gayranda jim o'tda. Biz bir narsa deb o'tib qolsak, birga bu ikki binasini saqlab qolish uchun millatni 20 yil paypaq qilgan kishi dinozavr va Amerikada. Yana birsi sen yurakdan ketib qolarmikin deb bizga qimmatimiz. Okay, shuning uchun sen ayajoningni besinglar. Jiq narsa va bu Dilshad Reşitning bir yeridan qanday tutishidi, O'zbekistondagi bizning hajimga qanday tutishsizlar jiqishvatihi. Tamam, shuning uchun sen ayajoningni besinglar. Ma millat ümitsizlenib ketib, hamma narsadan tashlab etmasin degashga biz jim turyapmiz. Mushuncha qilay.
Okey? Bir narsani abay degan cümlemni yaxshi o'ylanglar. 15 yıl kişi dinozavrining somkasini ko'tarib, ineydining pul verimiz biz ish qilolmaymiz, şun Sharq Turkiston demaymiz deganlar, beshig'i bir atışning do'ppisini kiysa mustaqil cho'lab qolmaydi. Hammadan biladi, hammadan tarixini. Tehi chiqib sen kim o, men kim o deb bir bilan dekibdi, mening kimligimni butun millat biladi, ko'rdi. Sening kimligingni tehi hech kim bilmaydi. Bek hayajonlanma. Shuning uchun qarindoshlarım, bu işte zehirlerge o bir nimesini yetkizüteyle bu hazırgıcı sanısak 1 oldu, 5 oldu, 10 oldu. Hem de aldığımızda buluduğun, yüz berdiğin muşu işler doğru. Yani bu benim içinediği işim muşu. Biz Şarkı Türkistan'ın müstakillığını kadem ekreyli degan şekilde biz meclislerge, senatlarga nimeyi küçep jürgen zamanında bugünkü ahval neye geldi? Dünyanın qaysi emeli iş kılıvatkan, qaysi yoğan teşkilatı, ya ki qaysi bensüçosu, bir özü turvatkan devletinin bir parlamentiga Şarkı Türkistan'ın müstakilliği doğru bir nesi ekir baktı. Kanada'daki çıdımaz bu ay, Kanada parlamentinin dervasının kayak karaydığını bilemse, bir kirip baktın mı bir ketim işçiye? Onun için bir kanun teklif bir nesi ekir baktın mı? Şunun için halkımızın aldıda menin en içinediğim qarindoshlarım, ötken 5 yıl, ötken 6 yılının yağı bütün kılan sözüm, bütün mangan yolum, oylagan minutum, hemmin esem bana bugün üçün idi. Bu münafıklarning şunda makçıydıqını şu vaqtidan tatib sözləvatım mən. Türkiye'deki o zaten onun Erdoğan'dan düşüşüge qanmaylamakçaydı ola. Bundaq bolsa bu küreşki igoluduğun, xalqı vekillik kıldığın, xalqның avazıga vekillik kıldığın, hiç qanday bir çetellikке, bir Yahudi'nin teşkilatıga, ya bir Arap'ның teşkilatıga ve ya ki Özbekistan'daki bir hacımga gelidin ilinip qalmagan bir hareket çıkış gerek idi. Mening bütün küçügen nersem şu idi. Ama bu ikisinin makçaydı bu monopol kılagan teşkilatlarının ve bu münafıklığın içinden bu görüş cık suyaydı kırındır, cıkşılı çıkdı. Ama içinde 16 yılının aldıda Şarkı Türkistan'ın müstakilliği degen bir nersini ekirip olgan adam bir grup adamның birisi bulup süpütün bilen. Bu 16 yılda bir kadem aldığı bana aldık mı? Taşqi siyasette bütün keyni ketdi. Uygurlar indigenous oldu, kabile oldu, xalqaradagi nimesi de. Ve biz onundan nimeli olsam da xalqimizdan qo'llashi bilan, teşkilatlarning hamkorlashishi bilan bir yerlarni o'ngshashga tirishdik. Ammo bugunchi aytidan boshlabchi hozir qancha davlat bu Dilshod Rashidning ishidan keyin bu munofiqlarga endi tamboni urib, emsi biz kim bilan so'zlashimiz deb so'raydi. Şunun üçün bir xalqaralıq, bir çoğunraq bir qurulmani tayyor qilib olaylik. Hatta biz yig'inlarda ahvol analiz qilib so'zlashgan vaqtlarimizda deyishib ketdik. Bizning Sharq Turkiston yoshlar qurultayini. İşçide. Men munofiqlar 2 yil o'tirib tursa, 2 yil. Hozir cho'kib ketib qolsak, tayyorlik tugimidi deb bularning 2 yildan keyin makçı ishi uchun kuchaytirdik, ashira duo qildik. Bunu bağlan sırı zaten zamanımı kepüt ketdi de bu çöktü, lekin bir narsa kurulma çıkaramadık. Onun içinde nurgun yani minister bilmem ne ya 5 bunun aldığının 5 yarışını kömeyse 3-4 kadem keynini körse. Ma yadın manda ben işçimçidim ya zehirli kılıp bir yerde ben bu işini bulsam xalq qanday oldu, xalq qanday ümidsizlandi, ağzımızdan çıkan gapga biraz dikkat qilayli deyse. Sen nimini buzganligingni, tarixning qayerda qanday ishni buzganligingni, senin prezidentin zaten iş buzuş bilan meşhur. Hamma yerda iş buzudi. Ama qanday ishni buzganingni, buningdan keyingi tarixda, buningdan kelgusida bugungi bu minut, shu buzulgan minutlar tarix bo'lganda onun mesuliyetini götüremezler. Şunun için benim nimem ahir xulasam qarindoshlar.
bu münafıqlarımızı makşiyip tayyor buludu. Lekin Şərq Türkistanlıqlar tayyorliksiz tutilib qalmız. Tayyorlik qilamidik, vaqtimiz qolmadi. 2027-de boshqa ishlar bo'lib ketadi. Strategiyalar tuzilib bo'ladi. Undaylığı namoyish qildik. Bizning oldida Jenvaning oldida, Oqsaroyning oldida bir yerda namoyish qildik. Uning davri tugab o'tib ketgani uzun bo'ldi. Siyaset ve diplomatiya qilish lozim edi. Ama qilamadik. Yani onu nima uchun shakllantiramiz deganda bizda yetishgan adam, bir ishni biladigan, bu sohalarni biladigan ve onunğa qo'shilgan to'liq hamiyatdagi qaramliq, qara telvilik, yürek bilan ishlarni o'rgangan bilim ikisi birleşken, ikisini o'zida birleştirgan 5'ten 9'gacha adam çıksa hazır qutulup qalalaymiz, qutuldura alaydı xalqni. Ama Kosova'da umucuvada yürek yok, titrep doğramış şunda qısqa. Bu yürek var, yanmaydigan közü qara, hatta dadamdan keçtim meyli degan adamlarda seviye yok, bilim yok. Sel yuqori seviyede qilaylik desek. Shuning uchun maalesef ming afsus qarindoshlar. Tayyorliksiz tutilib qolamiz ma'minashda. Ve aldığımızda endi yana andaq qildi. Men so'ray, qana to'liq adam tillaydigan töhmetçi, bijnimichi tillaydigan adammikan yo deganlar rasmikan? Näs çıkıtı aldı. Bununkin şimdiçi haberlerini görüp durunlar. Hazır muhbirler to'liq bilan aldirash hazır. Ötken neç gün o yağı qaytadan başlandı işler. Şunun için yana vay bu tillamçıdı. Mening e'loni gibi Türkiye'deki Abdullah Hattam'da bizimdeydi öyle gazetonun podakçısının birisi bir narsa yazıptı. Siz hakaret kılamsınız ama Musa Bay ailesiga 100 kilometrdan damda bizim qildigan ish qilgan. Bunu burunmu bu munofiqlar qurultaydan keyin ishchidagi cho'moqchilar deb yurgan. Shuni yaxshi bilinglar munofiqlar. Musa Bay ailesi hayatida ikki narsani satmaydi. Birincisi vatan, ikkinchisi din. Biz ne vatan setib, ne din setib jon berib baxmadik. Bizning familiyamizda unday ish yo'q. Shuning uchun bu g'arib tikildirim vatanni setib, enedining pulni yeymiz deb vatanni setib xayrlik qilishyotsa, Turkiyadagilarning dinni setib yeyotsa, mana shu dernek bilan AK Partining xotin ish bajarish o'rinlari bizga kelib Musabay bu Musabay degansimni og'zing qilishma. O sening bir vaqtida Shaufu degandim, ochta degandim. Buning oilasi yo'q deb o Shaufu sen Xitoy og'zing olma bu oilni. Sening og'zing mehnat Xitoy ağzın bo'lmaydi. Bu ailesinin ağzından 5 resmi hatta 50 resmi yo'q. Shuning uchun bu dinni setib yeyotganing yo vatanni setib yeyotganlaring bu Ilhom To'ra, Sabit Damulla, bu Musabaylar ağzın qilma bu ismlarni. Bu haqorat bu ismlar uchun. Ağzınga ağının onu tilga ağının haqorat zaten o adamlar uchun. Çünkü hech qaysi vatan satmadı, din satmadı uchun. Shunga ko'tamchilik qildiganlar sal diqqat qilinglar qarindoshlar. Şuna qarindoshlar. Dilshod Rashidning bu ish chiqdi, endi sud aldığımızda mağdu sud bilan paralel belki to'g'liq mağdu. İşning to'g'risi shu. Chet-ellik media bilan tang sudda bir narsa olsa uning isbotini mayaqdan. Chunki to'g'liqning qo'ldagi narsa sudning dokumenti emasdi. U to'g'liqning qo'ldagi property bu. To'g'liqning qo'ldagi narsa. Xalqqa vaqtda to'g'ri oshkorlash yoki to'g'ri oshkorlamas huquqi o'zida bo'ldi endi. Shuning uchun o sotning ishchiga qanchalik onun ishchida qanchiligi to'liqning ishi sot bilan aloqasi yo'q. Narsalarni xalqqa vaqtida oshkorlash huquqi bo'ldi. Shuna nimalar bilan bildim mana muxbirlar bilan. Shuni oldimizda ko'rimiz endi. Endi Dilshod Rashid qanchaligini qusudi, qancha adamni sotadi o'zining o'zi yatmaslik uchun. Yoqimizda Shved hukumati qanchalikni oshkor qilib, qanchalikni to'xtatib oladi. Shvetsiyaning manfaati qarab ish qiladi ularmi? Shuning uchun oldimizda ko'rimiz endi bu jarayonda. Lekin bir şey dediğimdek bütün dava, bütün hamma narsa 7-maxfiy vujudida, 7 numaralı vujudida degandek
Şərq Türkistanlıqlarning mustaqillik demeydigan teşkilatlarını çıkarıp Şərq Türkistan meselesinin xalqaralaşışının aldını eliş degan planını bular 97 yıl tuzgan, 97-96 yıl. Onu g'albilik qildi, bular avtonomiya yig'inlari açtı, burunqi videolarda ko'rsatdim bütün isbotlarini. Endi hozirgi narsa bo'lsa, bu Amerikalik Xitoyning o'rtasida nihoyat cho'ng bir raqobat bo'lish oldida Uyg'urlarni yoki Sharq Turkistonliklarni tayyorliksiz apirish yashagan. Maqsad bu. Ve hozirgi minishda asosiy jihatdan g'albi. Chunki bizdagi qo'ng'altoq yuz oyaydigan bir ish bor bizda. Shunchalar narsalarni chiqarib yursak, yillarni oyog'i yana ashu nimani ashildin yuzini oyab ashlab yurganlar bu millatga sizlarmi zarar berdinglar, ziyon berdinglar. Hatto men ismini atab deyman. Bizden baş katibimiz Tumaris Hanım ne kıldı? Aşılan 20 yıllıkını tebriklep jugende Abdülkadir Yapcan biz üçün öldünüz sizde. Aşında yüz ayağı, aşında konaltak lomzellilik kılıp, aşılan yüzünü ayağı tıklığında kıldık deyip, xalqning bugünkü tayyorliksiz kelishida sizlarning roluna buldu. Hem de bugünden başlap bizni yeni aldığımızda kelib anda qilatdik, bunda qilatdik deb shu vaqtda shuning yig'inlarida shunchalar narsani, avtonomiyachiligini, mustaqillik demaganligini, hatto indigenous people'ga shunchalar narsani to'kib tursak, shuni endi yurgan bo'lsanglar, bugun bizni izdimanglar qarindoshlar. Biroz nomus tuyg'usi olsun. Sizdan zaten bu vatanga vafo kelmaydi, siz unda odam bo'lsanglar. Bundaq bir siyosatchining va yoki ziyolining va siyosatchining da qiri buludu, tığı buludu. Vatan menfaati buga xiloflik qilib kishsiz yashaydi. Siz u yerda kesilmagan bo'lsangiz, o siz kelgusida kesilmaysiz. Ya'ni ko'ngil ayab aning ko'nglini deb o'zingizning bo'yida qilib, yoki musashni o'ylab tan yeb, tan ichib, boshda o'tisiz. Shuning uchun endi izdimanglar qarindoshlarimizni, jumi. Bu Dilshod Rishitning ish chiqqandan Guldur Qoros ashlim yig'inida polosida yanmishmisida yurganlarni bizim bana telefon qilishni boshlab ketdi. Numus ya. Numus. Fakat bizning karakterimiz şu qarindoshlar. Yalnız qalay, meyli bir qalay, yoki yenimde 5 odam qolsin, haqiqatni so'zlaymiz biz. Haqiqatni. Tamam mı? Akif'nin şiirini çıkarıp koyduk mu? Mehmet Akif'nin. Çeyleyme, çeylenime, ahını tutup götürme, adamga arlaşmayı öttüme, ben arlışıma deydi. Şu toğluq degan balınamı, hammalar bunu bilan deb yurgan vaqtinglarda u bolaning qo'lida haqiqat batdi. Shuning uchun men to'g'liqni endi to'g'andim. Bugun onun xabari chiqdi, ertaga mazmuni chiqadi, ko'rishlar qarindoshlar. Yani biz yalnız teşkilat, siyasi teşkilat o bu emas, biz bu milletning kültürünü, ruhiyetini almıştırmasak kutlanmaydı ikimiz. Ve aldığımızda bir 20 yıl, 2 yıl vaktimiz kaldı. Milletin ruhiyetini 2 yılda hem de anlaştığı olup olamda körümüz qarindoshlar. Şunun için fakat tarixning aldıda ve Allah'ның aldıda haqiqat taraf tuturishga tirishdim shaxsan o'zim. Hech qachon meyli do'stonilik olsun, meyli tuqqunimdi deb, mening kichik dadamdi, cho'ng dadamdi deb, yoki mening do'stimdi, jutligimdi deb ko'ngil ayab, haqiqatdan ezib birsiga yonbosmadim. İnşallah bundan keyin shunday qilmayman. Shuning uchun vijdonimni aytiraman. Meyli 5 odam bo'lsin, meyli 10 odam yoki 100 odam bo'lsin, yenimda o muhim emas. Amma vijdoni rahat yashashdan muhim narsa yo'q. Onundan güzel narsa yo'q. Vicdanımız rahatta ama milletimiz qanday bo'ladi, qancha vaqtimiz qoladi. 16 yılning oldida Sharq Turkiston mustaqilligi degan narsa Avstraliyaga shu narsa kirganiga o'xshash, shu davom qilib bütün parlamentlarga shunday narsalar kirgan bo'lsa, bugun nega keladi? Qanday yerga kelib bo'ladi? Anyway. Qarindoshlarım, bugun mushunchalik bo'lsin programma. Biraz o'tganki yillarni xotirlash, eslab o'tish bilan birga o'tgan 5 yilning oyog'i nimalarni demoqchi bo'lganligim, uni albatta meni ichib tegil olmaydi hozirmi? Chunki de jiq nasli vasli ko'tarilmaydi hozirmi bu. Nimalarni deyishga tirishganligimni bir
Samurayız qilib o'tgan bo'ldim. Muhimi abay deganimdek, Allohning oldida vicdanım rahat, qo'limdan kelganini hammasini qilib keldim. Ama qandaq yani qılanmagan mında o'zgartimiz degan narsalarda tayyorliklarimiz bekçi o'ylagan narsalar millet u yerga tayyor bo'lib bo'lamidi? Bo'lamidi. Endi bir qancha yilda mingimizni silkib etib boyqut qilish orqali Türkiyeliklar KFC'nin 537 dükkanını takip etti. Şarkı Türkistanlıklar Volkswagen'ını takip etti. Yok, nimo zehir boğayının nimdeydi o? Açta toğır ki yaptık ya, iyi bulup yaptık biz. Ya 70 yılın yağı sanı neymiş bire iş toğır ki sen iyi bulup yapmadın. Açta bulup ağılı bulduk aşıyorsa. O iyi bulup ben desen mi, poyuzda iştirip bana ben desen mi çiğnip kalırsa. Mesela qara Volkswagen'ın 40 tane zavodu var. İkini takıdı, birisi Xitay'nın şehirde, birisi Ürümçilikisi. 40 Ürümçilikisi bu bizden vatan bulup koşuyor. Yani Xitay'nın bazarına mal işleydiğen demez o. Bizden vatanın bazarı diyen işlem emez Xitay üçün. Emeliyatta o mavi Oturasiyaga maşin satıdığan nesli o. Maşina Oturasiyaga EV'ni eze yasap ekirip Eğer de satıdığan nesli. O kelgösüde nemiş üçün vazgeçti, nemiş üçün keyini gimandı. Amanullah kıranışımız bilen kalan programını köy ağırlı oturup. Onun keyiniden mesela indigenous people dedi. Yani bu benim demek çoğunum şu. Halkının gücünü, enerjisini ulağı başçılık boğan adamlar doğru yere işletsek netice ağırlı buludu. Mesela indigenous people dep 10 yıl valakşığandın. Onu avval bir xalq gibi yaxşı düşünüş dili bilen, ispatları bilen bir düşündürüp, arkadan xalqni hareketlendirsen o yerden çıkağılı buldu oladı. Bunun başka meseleler şu. Başka aldığımız diyenin nurgun meseleler var ya bu Şarkı Türkistan doğru. Mesela Şarkı Türkistan'ın itiraf koğuzu, Şarkı Türkistan'ın pasportunu Palavga itiraf koğuzu nurgun işlerdi kığıl buldu. Ama onundan burun nezar daireni kengeytse bir şey 5-6 üçlükünü kendi 4 lira yağayı sağını içi biz hükümet desen bu halk itiraf kılamdı o ne? Aval halkı itiraf koğuzuysa halkı bir açsa halkını keldeyse halkını söz sahibi kılsa halkını biraz fikirlerini alırsa onun keyneden 5-10 min adamını bir imza toplagan okşaş bir kanç işte bir hareket keltirip onun neticesini ağıl bulduğunu köstüp ulağı bir ümit verip andın ki ulağı kimlik kartısı takastan az degende 10-15 min adam alırdı. Onun bir hürmeti olurdu. Kimlik kartısının ki anadaki bizden pasportumuz da bir neyse takasın bul. Sürgündeki hükümetlerinin kimlik, pasport takıtış, kalıktım, bacılış, oku var diyen gepni tuncu gittim. Ekranda ben demigice 2019 yılma neydi kakantınlar mala? Neydi kakantınlar şimdi nesini öğrenmeyi? Onu köp halkının kollaşıdan keyin pasportunu ınındakin takip, aval kimligini takip, andakin pasportunu takip, andakin Palavga okşaş, Bermuda'ga okşaş, Xitayni tanımaydigan devletli var. Aşında devletlerge benim pasportumda itiraf kılamsa deb diplomatik miniş gerek bunu. Hatta ki Şarkı Türkistan degan bir pasportunu bir halk itiraf kılgandan ki onun taqatgandan keyin mındaq diplomatik oyunlarning o'ynaguly bo'ladi. Birimiz Şarkı Türkistan'ın pasportunu götürüp Tayvan'ın elçixonasiga kirimiz ya konsulxonasiga o'zimiz turishib davlatda ish bejirish o'rinlari bor. Kirib men Tayvanga baratdim. Ma pasportimga viza ver deb bermiz. Bersak bu bir diplomatik tayaga qistash bo'ladi. O Tayvanlik onun viza bersa Şarkı Türkistan'da itiraf qilgan bo'ldi. Agar o Tayvanlik onun viza bermasa o'zini inkor qilgan bo'ldi. Çünkü o'zining ahvolimi shu. O'xshash. Şunun için mesela Tibet'nin pasportu varlardı yeşilde kitaptaydı. Biz kök kitap diyen nersimizi çıkarıp aldı bilen Tibetliklerge birbirimizge itiraf kıldıgan kelişimlerini tuzduğan nurgun işlerini kıldı buldu. Onun için ama bunun uçununu görüp
Sen kichikina bir ish qilsang ish yo'lab boshqalar shu namiyani qatnab necha oy necha yil bir narsa qilib uning perdaning keynida oldi bir muncha narsa qilib bir natijani olsa u o'zi kelib qolg'ashqa egilib oldi desang bu xalqning oldida hurmating bo'lmaydi qimmating bo'lmaydi kimlikni 15 odamga taqitsan bek cho'ng fursat qochdi asli shu kunga va ertaga tayyorlik qilish kerakdi. Anyway, yaxshi o'tirib atishning do'ppisini oldinlar qo'yib qo'yib, yaxshi o'tirib, nima uchun 20 tashkilotning 16si ketdi? Yaxshi o'ylashim. U yerda deyishilgan gaplar, ay Abdurim G'iyni degan bola. Bir tane savol so'rganlik uchun Xitoyning bijimisi, oyg'oqchisi, bijimisi deb rasmiy bayonot berishdi ya. Munofiqlardan nim farqi bor? Ma xalq umidsizlanmasin deb men jimmida turibamiz. Bekkiliki bir yerli lümşüp ketken biz Kanada'nın qardan ekirip bispiringlar lümşüge ayranlığa. Hem de gider ayak senden ben şunun mu ebcelin çıkırıp ötüp ketip kalmaylı. Sen ayağı canını bilsanlar. Tamam? Hey, şu qarindaşlarım. İçine çıkıyor şu işinin. Anyway. İnşallah Allah'dan ümit üzülmeydi. Benim arzuyum, benim ümidim. Vatan degan yo'ldan qo'rqmaydigan, vatan degan yo'lga putularimiz beshi bilan chiqadigan. İjtimoiy pallarda qanchalik bo'lsangiz mayli o'zingizni yetishtirgan. Mudayliqqa tamdan keyin ko'tarilib yog'a hisob bilan odamga dars o'tib oqsoqollik qilgan emas, tamdan oldida mana men deb chiqadigan vatanga jonni atadim, tikdim men o'zimni, hatto bir o'g'limni atadim o'zimdan keyingisiga. Diyelaydigan yaşlardan 5'ten 9'a çıksa bu millet iteklep gidiyor. Eğer çıkmasa tayarlıksız tutulumuz bu lagerlar işinin emes kırınlaşlı. Lagerlarda köygünümüzden vekşi gün valdığımızda biz uçuraydıgan vekşi gün. Xitoydagi bir cho'ng davlatning Amerikani yengishimi biz uchun vahshiy bir kun oldu. Amerikaga mag'lub bo'lib cho'kishimi biz uchun vahshiy bo'ladi. Unda bir cho'ng davlat bunda bir genosidni qilib bo'lgandan keyin uning cho'kishi qonsiz bo'lmaydi. Nəhayət vahshiy kun oldimizda qani ya bismillah deb chiqadigan qarindoshlardan yoshlar qutquzuvchilar mana dinozavr aki kechishsi bu bizbisidan hasiyat bilan shu o'lib ketadigan bu qiyirlarni unutib 50 yoshning ostidagi yoshlarda umid bir tim yoshlar chiqsa bu ish mavdu bo'lmasa burunda aytdim bu millat mening millatim bo'lmagan bo'lsa o'zim bir a'zosi bo'lmagan bo'lsa men shimish chiqib o'tirib ko'rdim bu ishni boshqa bir millat bo'lib qolgan bo'lsam shu ammo o'zingning millati o'g'ashqa chidamaydi odamning ishchi hamma narsa bo'ldigan narsani 5 yil burun 4 yil burun deb qo'yib o deganimizning hammasi chiqsa men manda degandim desa uni qo'shilib emas texmi ichinib adam chidamaydi ekan o'z normaliga shuna qani qarindoshlar men qo'limdan kelgani deydigan ogohlantiradigan eskertadigan narsaning hammasini eng az 3-4 yilning oldidan deyapman. Analizlar yoki hatta Uyg'urlarning emas boshqa davlatlarning kelgusi to'g'riliqmi analizlar qiyoslarni o'tirib qo'ydim. Hozirgacha 95%dan tushmadi Allohga shukr. Ya'ni ishning to'g'ri yo'lini tutib analiz qilib ekanman, to'g'ri chiqish nisbati. Shuning uchun hamda oldimizda albatta 95% emas, hatta 50% yoki 60% to'g'ri chiqib qolgani xato chiqsa-mu normal hisoblanadi, ya'ni xato chiqadimi aslida ish yo'q. Faqat revise qildigan ish bor. Lekin shunchalik yuqori darajada to'g'ri chiqib keldi hozirgacha qiyoslarim. Ya'ni demoqchi men qo'limdan kelganini mayli siyosiy jihatdan bo'lsin, mayli nimadan xalqni yetaklab bir bundan namoyish boykot harakatini natijalash olsun, mayli qanday hatta munofiqlarni ayyadan chiqarish olsun yoki bu xalq bu da'voning mohiyatini tushundirish olsun, men qo'limdan kelganini hammasi qilib kelyapman.
Ha yana texi jiqishlar bo'ladi-da, qulamdan yana jiqishlar keladi, ammo unga bir yetishgan bir bolalar kerakdi. Rasmiy siyosat, diplomatiya, shu ijtimoiy fanlarda yaxshi bildigan, vatan uchun hech nimadan qo'rqmaydigan, aldiga dastlab bunday meclisini götürüp çıkarlaydıgan adamdan 8'den 9'a çoğab olsa ya 7'den 11'e deyli boğan olsa başka derecede oynaydık maalesef. Kıyrandaşlar bir saat toşup kaptı. Bugünkü nesnemişegiçe sözley. Aldığımızda hem de Tuğluk Hamid bir milli kahraman kıyrandaşlar. Onu keyin düşünürsüler. Eğer de aşo Ajdırşat Reşitqa bu nimege Şapaq Reis'e boyun ekken olsa onun atansını çıkarıp ötetti. Şafudek ana Xitaylı çıkıp ne buptu absül körüsü ne buptu degen bulattı. Ama o setilmedi. Ata-anasından vazgeçti, setilmedi. Onun keyin onu düşünüp, o to'g'liqning hatta onun adam selip, onun ziyankeşlik kılımız diye aklarda yenik zahmi öyle kutulgan işler oldu. Onu düşüngen günümüzde bu millet inşallah emedemni öttürüp bulab vayisiyet sak vaxtida acayiptike deydiğen bir millet bu. Keyin düşünüsler to'g'liqni. Şuna elbette ağzından bezepligini hesap kalmagandı. Şuna qarindaşlarım bugünkü näsem şegiçi bolsun. Hem de aldığımızda to'g'liqning şu dava bilen teng mağadigan näslerini körümüz. Qini Amerikadaki qanchiligi chiqidi, Türkiye'dekiler qanchiligi chiqidi. Bu yer yana bir narsa qo'shib qo'yay. Uyg'ur Akademiyasi degan diplomologlar dövüsi. Sizlarning ishchinglarda Xitoyning İstanbul'daki konsulning o'qish pulida o'qigan qancha doktoringlar var? Aşağı sanını bera olamsizlar? Dışarıdışdan sizlar to'g'riliqmi ba'zi gaplar bor çünkü ovozlarda. Okey, bu şeygichi bo'lsin qarindoshlar. Hammayagicha shu tutilib 8 oyog'ini tutmay 5'ini tutib tassa 8 putidan chiqqandek inşallah Şivit hükümeti yiyip etmez. Aşı dava jarayonida hamma so'mmusumu bir qismi tazlanadi inşallah. Ondan keyin yana desam yana shu oldimizdagi 10 yilda ko'rishlar munofiqlarning bejonga qanday qochadi. Anyway, hammalar Allohga emanet qarindoshlarım, ko'ngilingizga rahmat. Kelarki qitim ko'rishcha aman bo'linglar. Manas daryosi bo'yidagi taslimchilikdan emas, Talas daryosi bo'yidagi shijoatdan ilhom olamiz qarindoshlar. Aman bo'linglar.